Ya'ni to'ldirilgan suv o'zini balandligicha mana bu yerda yer sathi desam, qanday bosim hosil qilyapti bu yerda? Hidrostatik bosim. Endi mana buni o'zingizning kuch yordamida essam nima chiqadi bundan? Chunki teshik edi mana. Suv otilyapti, to'g'rimi? Suv otilyapti. Yana men qo'yib yuboraman, suv to'xtayapti. Agar men o'zimning kuchimni ishlatmasdan havoni, ya'ni ta'sir qildirsam, qopqog'ini ochsam, nima bo'ladi? Suv chiqadi. Atmosfera bosimidan hidrostatik bosimga. Suv, havo suv bosadi. Havo yoqib, to'g'rimi? Agar men qo'lim bilan yoqsam yana To'xtaydi. suv to'xtayapti. Buni asosiy sababi nima bo'ldi? Atmosfera bosimi. Oddiy salfetka yordamida suvni so'ndiradi. Chelak mana chelaklarga tushgan asosiy. maktabda kimyo bor. Bu yerda nima jarayon bo'lyapti? Havo atmosferasiga qarshilik ko'rsata olyapti, to'g'rimi? Aslida tushib ketish kerak edi, lekin havo nima qilyapti? Tutib